Assalomu alaykum. Endi sizni savolingizdagi bu olamlar va bu olamlardagi mahluqotlar mavzusi bo'yicha biz uchun eng muhim bo'lgani yer yuzida inson, ya'ni Odam alayhissalomning urug'idan, naslidan bo'lgan mahluqlar, ya'ni Odam atoning farzandlari, zurriyotlari va nopok bo'lgan bir kuch, ya'ni kibr, manmanlik va itoatsizlik. Ya'ni itoatsizlik deganda o'sha turli nimalardan kelib chiqqan holda, masalan hasad bo'lishi mumkin yoki boya aytgan manmanlik va hokazo narsalardan hosil bo'luvchi yana ko'plagan boshqa illatlarni o'zida mujassam qilgan mana shunday bir maxluq bor. Demak, mana shu maxluq Odam alayhissalomning to o'sha insoniyat tarixini boshidan, ular yaratilgandan beri boshlab unga biriktirib qo'yilgan mana shu bir nima deydi, katta, o'ta muhim bir dushman, kuch. Bu borada diniy manbalarni qaraydigan bo'lsak, Odam alayhissalom va iblis lainning tarqalishi yoki ular bilan bog'liq bo'lgan ma'lumotlarga qaraydigan bo'lsak, biz shu paytgacha aytib kelgan narsalar mavjud. Ular nimalardan iborat? Birinchidan, bu iblisni masalan kuchi, ilmi, uni o'ziga yarasha bir qobiliyati, iqtidori bor. Ana shu berilgan qobiliyat, iqtidorni ishlatgan holda insoniyatga bir to'r, ya'ni bir tuzoq yasagan u. O'sha tuzoq nima? Tuzoq mana shu dunyo, bu dunyodagi insonlar o'ylaydigan yoki o'sha amal qiladigan turli xil konsepsiyalar bo'lishi mumkin, fikrlar, g'oyalar, prinsiplar bor. Masalan, adolat prinsipi bor. Mana shu prinsiplari iblisdan tarqagan insonlar bir boshqa shaklda unga ma'no bersa, Odam alayhissalomning zurriyotlari unga mana shu adolat so'ziga, masalan, konsepsiyasiga boshqacha fikr beradi, yondoshadi. Ayrim hollarda har ikki taraf bergan nimalar, ifodalar bir xil bo'lib qolishi ham mumkin. Bu aynan qayerda kuzatiladi? Bu ifodalar birligi, masalan, biror bir narsa yomon, sog'liq uchun zararli bo'lgan narsa, masalan davlat tarafidan agar chiqariladigan bo'lsa, ishlab chiqariladigan bo'lsa yoki sotilishiga ruxsat berilgan bo'lsa, o'shani tagida disclaimer deydi ingliz tilida. Bu bir qarshi izoh, ya'ni ogohlantirish degan narsa bor. Mana shu narsa har doim har ikkala tarafda prinsiplarning ichida bo'lgan, chunki bular har doim biror bir narsa aytganda ogohlantirganlar. Ya'ni payg'ambarlar ham har doim Alloh taoloning izni bilan ogohlantirguvchi bo'lib kelgan insoniyatga. Ya'ni nimadan ogohlantiradi? Jahannam olovidan ogohlantiradi va bashorat ham beradi. Nimani bashoratini beradi? Jannatni bashoratini beradi. Aynı shaklda iblis ham ogohlantiradi aslida. Masalan, o'sha sigaretlari nimalarda yozilgan narsalar bor. Sog'liqni saqlash vazirligi ogohlantiradi. Chakish sizni o'ldiradi degan masalan. Ayni shaklda inson bilan agar odam o'g'li bo'lsa va u o'ta mansabga yoki pulga ruju qo'ygan bo'lsa,
iblis unga masalan o'sha kontraktni e, nima qilishi mumkin, keltirishi mumkin u odamga. Agar sen menga xizmat qilsang, ya'ni to'g'ridan to'g'ri bu shaklda bo'lmaydi. Ya'ni bu bir insonni mana shu hayoliy, ma'naviy olamida bo'ladigan bir dialog sifatida bo'lishi mumkin-da. O'shanda shu yomon ishni qilsang yoki mana shu narsalarni qilishga va'da bersang, aytaylik, seni mashhur qilaman, seni bir amaldor qilaman deyishligi mumkin. Shu zaylda inson boyagi narsaga beriladi, ammo inson oldin iblis oldin ogohlantiradi. Bu narsani oxiri voy bo'ladi shaklida. Xuddi o'sha Vavilonga yoki Bobilga tushirilgan ikkita sehrni o'rgatuvchi farishta misolida. Ular ham har doim insonlarga o'sha sehrni, qora joduni o'rgatishdan oldin bu sizlarga zarar qiladi, jamiyatlaringni chiritadi, ruhlaringni chiritadi deb aytgan. Bu ish shunday ishlaydi. O'sha sababli har bir joyda iblisni aslida boyagi izohlarini, ogohlantirishini ko'rishimiz mumkin. Faqatgina buni anglab yetadigan bir idrok sohibi bo'lishimiz shart. Bizga bu bilimlar to'g'ri berilgan bo'lishi kerak. Mana hozir ko'pchilikni xabari yo'q bu narsalardan. Nimaga? Chunki ularga aytilmagan. Aytilmasligining sababi o'sha aytishi kerak bo'lgan odam bu narsalardan yo xabarsiz yoki juda kam ma'lumotga ega. Ana endi biz bu ikki kuchni aniqlab olgandan keyin, demak bu kuchlar fizik, ya'ni badan, jism shaklida insoniyat ichida bo'ladi. Har ikkalasi, ayniqsa mana shu iblisdan tarqagan zurriyotlar ham odam qiyofasida yuribdi. Ular hammasi jin shaklida emas. Chunki Alloh taolo aytadi, shaytonlarni insonlardan va jinlardan yaratgan. Ya'ni shayton deyilgan narsa ba'zisi jinlardan, ba'zisi insonlardan bo'ladi ular. O'sha insonlardan bo'lgan shaytonlar kim bugun insoniyatni ichida yashab yuribdi, hamma orasida. Kimnidir u o'g'li, kimnidir qizi bo'lishi mumkin. Kimnidir otasi yoki kimnidir onasidir o'sha insonlar ham. Lekin shaytonning naslidan. Hech kim bilmaydi. Uni faqatgina bu narsalardan ilmi bo'lgan, o'ta kuzatuvchan va yuqori farosat sohibi bo'lgan odamlar uni sezishi mumkin. Shu sababli bu masalalar bor. Endi insonni ichida yana ovozlar bor. İnsonda har bir insonni ichida bir necha ovoz bo'ladi. Eng kamida ikkita ovoz bo'ladi. Bittasi doimo nafsi ovozi, ikkinchisi ruhning ovozi. Ruhning ovozi har doim insonni vijdon degan kompas, bir apparat bor insonga o'rnashtirilgan. Unga vijdon deyiladi. O'sha vijdon sizga har doim to'g'ri bo'lgan, strelka bilan to'g'ri bo'lgan joyda har doim ko'rsatadi ichingizda. Kimki uni eshitsa va unga amal qilsa, u Allohga yaqinlashadi. Kimki bu ovozdan qochsa, u ovozi ustini bekitishga harakat qilsa, o'zini bir mantiqiy, nima deydi, mana bu ilmiy fan bilan aloqali narsalar bo'ladi. Ba'zilar o'shalarni, masalan, dinni asosiday ko'rsatish nimasi borda, qani to'g'ri tushmaydi bunga, bu joyga tushmaydi, mana bu faktga to'g'ri kelmaydi va hokazo. Kimki bunday qilsa, u muhaqqaq adashgan odam. U hech nimani tushunmabdi. Balki u matematikada professor, akademik bo'lgandir, fizika ilmida, lekin hayotda hech nimani tushunmabdi bu odam. Agar tushunganda edi, bu masalalarga boshqacharoq qaragan bo'lardi.
Ya'ni o'sha mavzuga agar yana qaytiladigan bo'lsa, bu faqatgina insonni aqliy zakovati bilan hal qilinadigan narsa emas. Biz aytayotgan bilimlar yoki hikmatlar, ular tagida yotgan chuqur ma'nolar, bular aslo bir fizikani yoki ximiya fanini, biologiya fanini chuqur o'rganib turib yechib bo'lmaydi. O'sha biz aytgan ovozlar ba'zan mana shu haqiqatdan o'zini juda bir olim bo'lganman deb tushungan, tasavvur qilgan bir nima desa bo'ladi, shu zamonaviy olim odam bo'lishi mumkin. Yoki uni teskarisi o'ta mutaassib, hamma narsani, dinni, Allohga yaqinlashishni, u bilan birlashishni hammasini oddiygina o'sha tahorat, namoz qilish 5 vaqt, keyin ro'za tutish kabi amallar bilan cheklab qo'ygan o'ta johil, o'zini ammo yuqori ilmga ega bo'lgan inson va musulmonlari ustidan vakolat, diniy masalalarda ajr qilish uchun vakolat berilgan inson deb o'ylovchi muttahamlar mavjud. Juda ko'p bular. Mana o'tiribdi hammasi o'sha o'zlarini mansablarida. Ana bunaqa odamlarni ovozi bor. Yana bir ovoz borki, insonni har doim qayta va qayta o'zi aytgan so'zlarini va qilgan amallarini tekshirib, qaytadan chig'iriqdan o'tkazib, boshqatdan samimiy, obyektiv baho berishga undaydigan bir ovoz ham bor. Mana shu vijdonni kuch, vijdonni adolatni ovozi. Undan tashqari yana ko'plagan ovozlar bor. Masalan, doimo sizni noto'g'ri bilgan narsalaringizni ko'taradigan va o'sha narsalarni, bitta narsani noto'g'ri o'rgangansiz, endi ikkinchi bir masala bor, uni ham noto'g'ri o'rgangansiz. O'sha ichingizdagi ovoz mana shu ikkita noto'g'ri masalani olib keladidagi, endi buni qanday qilib yechasan deydi. Bechora odam uni noto'g'ri o'rganib olgan ikkalasini ham, ammo to'g'ri deb biladi. Agar ikkalasini ham to'g'ri deb bilsa, ichida ziddiyat bor, uni hal qila olmaydi. Buni, ya'ni ko'rpani boshi ustiga tortsa oyog'i ochilib qoladi, oyog'ini yopsa boshi ochilib qoladigan bir masxaromiz holatga tushadi inson. Nimaga? Aqlsizligi sababli, bu narsalari mohiyatiga hali yetib bormaganligi sababli. Aslida bu yerda nima bo'lyapti? Aslida bu yerda ikkita noto'g'ri fikri bor. O'sha narsani bor yo'g'i, ha men noto'g'ri bilarkanman, tushunmaskanman deb yopish bor bu masalani. Eng to'g'ri bo'lgan yechim. Ammo inson bunday qilmaydi. Bunday qilishi inson o'zining zaifligini tan olish deb biladi. Zotan zaifligini ham biladi. Faqatgina zaifligini tan olish bu yana ham qattiqroq zarba deb biladi. Birinchisi mantiqsizlik va ikkinchisi o'sha mantiqsizlikni ustiga qurilgan super mantiqsizlik. Inson mana shunday yashaydi. Mantiqsiz holatda yashaydi. Biz bularni mana shu shaklda ochib beryapmiz. Ya'ni bu ovozlarni hammasini inson tanishi kerak. Qaysi ovoz ruhdan kelyapti, qaysi ovoz nafsdan kelyapti. Chunki nafsdan kelayotgan ovoz o'sha iblis qurib qo'ygan tuzoqlardan yetib keladi bizga. Iblis bo'lmasa boshingizda ustida ertalabdan kechgacha o'tirmaydi. U tuzog'i, u o'tiradigan jinlar bo'ladi. Trillionlarcha jinlar bor. Son sanoqsiz. Ular o'sha biz aytgan elektromagnetik yo'l bilan ta'sir qilishi mumkin, chunki ko'rinmaydigan mahluqlar. Ba'zilari inson sifatida oramizda yuradi. Keyin har xil narsalarni olib kelib, o'zi tushunmaydi, hech qachon tushunmaydi, hech qachon o'zi tan olmaydi xatosini, noto'g'ri bilgan va hokazo, o'sha bilan insonga muxoliflik qiladi. Xuddi iblisga o'xshab davomli shaklda insonni o'sha
e, fikrlari chalg'itadigan, bir oxirida hech bir ma'no xulosa chiqmaydigan befoyda lag'v masalalar ustida insonni holdan toydirib shu tarzda yashab o'tkazadi. Ya'ni ularni ham o'zini shu zayldagi bir yo'li bor. Endi Alloh bu mahluqotlari hammasini o'zini sinfi, ya'ni kategoriyasiga binoan yaratgan. Chunki ba'zi mahluqotlar bor, darhaqiqat to'g'ridan to'g'ri, masalan jannat uchun yaratilgan. Alloh taolo hamma narsani aksi, ziddi bilan yaratganligi sababli, demak jannat uchun yaratilgan mahluqlar bo'lsa, jahannam uchun yaratilgan mahluqlar borligi bu o'ta bir mantiqiy xulosa. Bu haqda ko'plagan ma'lumotlar bor qo'limizda. Masalan, o'sha jahannamda, do'zaxda ham qo'riqchilik qiluvchi farishtalar yoki borliqlar mavjud. Agar bular bo'lsa, demak faqatgina jahannamda o'sha jahannamni olovini ko'tarib turish uchun, ya'ni davomiy bo'lib turish uchun yoqiladigan yoqilg'ilar bor. Ular kimlar? O'sha Alloh yaratgan jinlardir, o'sha shaytonlashgan insonlar bor. Iblisning urug'lari bor. Mana bular o'sha olovni ko'tarib turish uchun, qizdirib turish uchun yaratilgan narsalar, mahluqlar. Endi ular aslida bu hayotda doimo insonni test, sinov qilish uchun yaratilganda, bu aslida bu hayotda shunaqa ular. Agar sizni oldingizga kimdir kelib faqat sizga ig'vo qilib, sizni orqangizdan yomonlab, imkon qadar zarar yetkazishga harakat qilsa, u odamga qancha yaxshilik qilishingizga, tushuntirishingizga, hurmat qilishingizga qaramasdan buni davom ettirsa va ya'ni bir yaxshi tarafga burilmaydigan bo'lsa, bilishingiz mumkinki, bu odam bu dunyoda maqsadi shu sababli yaratilgan. Ertaga siz bo'lmasangiz, u bor boshqa birovga yopishadi, uni sinov qiladi. Va o'lgandan keyin nima bo'ladi u odam? O'lgandan keyin o'sha yana sinov bo'lgan o'sha do'zaxda bir nima bo'ladi? Yoqilg'i bo'ladi. Ya'ni bu hayotda ham, u hayotda ham unga aniq yuklangan bir vazifa bor. U o'shani bajaradi. Endi bu vazifa nima sababli? O'sha inson degan bir yuqori maxluqot bor. Odam alayhissalom yaratilganda Alloh taolo unga o'ta muhim bir vazifani va katta bir narsani zimmasiga yukladi, ya'ni o'sha iblisni shu qadar katta bir tuzog'idan, bu qadar katta sinov dunyosidan, o'ta og'ir sinov dunyosidan o'ta bilishlik degan bir mas'uliyat yuklandi va bu mas'uliyatni ko'plar ko'tara olmaydi. Ming afsus. Asosiy nima? Massa o'zini ko'pchilikda deb da'vo qilib shu bilan sharaf tuyadigan insonlar borku, biz ko'pchilikmiz deb. Ana o'sha ko'pchiliklari ko'pi, asosiy katta qismi ming afsuski zalolatda bo'lgan kuchlardir. Qolgan juda kamgina inson bu sinovlardan o'tadi. Qur'oni Karimda aytilganki, iblis insoniyatni barchasini yo'ldan ozdirishga, zalolatga yetaklashga va'da berdi va qiyomatda o'shani deyarli ustidan chiqdi. Deyarli degani 95%, 99% aholini o'zi bilan olib ketdi degani. Deyarli degani. Ya'ni hammani o'zini so'zidan ustidan chiqdi desa ham bo'ladi. Ya'ni hamma deyarli jahannamga ketdi. Ammo o'ta kam sonli odam qoldi. Ularni yo'ldan og'dirmadi, og'dira olmadi. O'sha o'ta kam sonli insonlar kim? Har kim buni o'zini xulosasini chiqarish kerak. Muhaqqaq shaklda o'sha o'ta kam bo'lgan inson hech bir shaklda bu
butun ahli sunna val jamoa emas, chunki bular 1,5 milliard. Musulmon 2 milliard dunyoda desak, o'zini musulmonman deydigan odam, o'shani 70%, 80% ahli sunna val jamoatni tashkil qiladi va afsuski ular ahvolini mana real voqelikda 100 yillardan beri, ayniqsa mana bugungi kunda ular ochiq yuzlarini ko'rib turibmiz. Bundan tashqari shiyasini ham yuzini ko'rdik, boshqalarini ham yuzini ko'rdik. Shu sababli birodarlar, bu masalalarni chuqurroq fikrlash kerak, teranroq o'ylash kerak, harakat qilish kerak, tushunishga. Chunki biz bilmagan juda ham ko'p narsa bor. Agar siz bilmagan har bir narsaga dushman ko'zi bilan qarab otilaversangiz, u narsaga qarshi chiqib oxiratingizni yoqib yuborgan hisoblanasiz. Bunga hech bir asos yo'q. Sizga hech kim bu narsani taklif ham qilmayapti. Qo'ying, bu ishni qilmang. O'rganing, biling. Eng aslida to'g'ri bo'lgan holat hech nimani bilmasligimizni, umrimiz zoyi ketganligini tan olishimiz kerak. Ammo men bu masalada minglarcha insonning ichidan balki bir dona, balki 2 dona inson chiqishi mumkin deb o'ylayman. Qolganlar bu ish uddasidan chiqolmaydi. Bu tajribada sinalgan, chuqur hikmatlarga, asoslarga ega bo'lgan gap. O'ylab ko'ring. Bu to'g'ridan to'g'ri insoniyatga bir challenge, ya'ni chaqiriq, undov. Qani kim bu masalada biz bilan bellasha oladi? Biz aytayapmizki, butun insoniyat 10 milliard bo'lsa, o'shani asosiy katta qismi o'z xatosini tan ola olish darajasiga ham yetmagan, o'zining gunohkor bir bandaligini tan olishga kuchi yetmaydigan, o'ta noqobil, o'ta jur'atsiz va past saviyaga, past darajalarda hali yurib, boshqa narsalar haqida fikrlab ko'rmagan, o'zining akvariumidan tashqarida okeanlar borligini hali idrok qilmagan, o'zi yashab yurgan qutichani, butun boshli koinot yoki o'zi yashayotgan akvariumni butun boshli okean, ummon, dengiz deb tasavvur qiluvchi insonlardan iborat va bular yer yuzining 99%ni tashkil qiladi. Bu gaplar menimcha o'ylab, tafakkur qilib ko'rishga arziydigan masalalar.